Bu demodekoz teri kanasi hisoblanadi. Bu nafaqat yuzga, balki butun badanga, ko'zlarga, qo'llarga chiqishi mumkin. Albatta buni davosi bor. Yuzimizga kelsak, yuzimizda katta o't betlarda bo'ladi. Ya'ni ularning rangi juda ham qizil va uchi bo'lmaydi. Qizil rang hosil bo'lgan bo'lsa, demak u demodekoz. Buni qanday qilib bilamiz? Albatta yuzimizdan qirib analiz olamiz va shundan keyin bizda demodekoz kelib chiqishi mumkin. 3 ta, 4 ta. Bizni hammamizda demodekoz bor. Bitta, ikkita norma. Lekin уже 3, 4, 5, 6 ketdi. Ko'paygan bo'lsa, demak butun yuzimizda уже demodekoz kanalarimiz yuzlarimizda yashaydi. Demodekoz bizga nimani bildiradi? Ya'ni terimiz qurib ketishi, qichishlari, achishlar, qizib ketishlar va kechalari uyqularimizda asabiylik, ya'ni uxlamaslik, qichislar juda ham ko'p bo'ladi. Bizni patsientlar kechasi diazolinlar bilan dam olishadi, chunki kanalar kechasi uyg'onishga harakat qiladi va hamda bizni dam olishimizga xalaqit beradi va shuni oqibatida bizda tinchlik yo'qoladi. Kunduzi esa bizda har xil kosmetikalar ishlatasiz, bo'yanasiz, makiyajlar qilasiz. Buni ham albatta yoqtirmaydi, ya'ni ham ko'payish oqibatlariga olib keladi va quyosh nurlarini ham yoqtirmaydi. Agarda sizda ham shunday muammolar bo'lsa, professional, ya'ni vrach kosmetologlarga borib davolanishingizni so'rab qolaman.